Agar hammaga assalomu alaykum. Andijon mashina bozoridan hafta kuniga shanba 40 gradus issiq Tracker 2 3.2 nomerlarida oldi obsovkalari RS qilingan ekan. Yumshoq olimlar taqib qo'yilgan o'zining diskalarida tonirovkalari ham bor ekan. Aka, tonirovka ruxsatlari qancha? 25 sentyabrgacha ekan. Tonirovkalari evakuatorlar tashalgan. Salon holatlari. Yurgani qancha? 36 ming yurgan. Orqalari ham black piano qilingan ekan aka. 10 premier qilingan. Premier qilingan. LTZ. Zapaskilari joyida ekan. Benzinda harakatlanadigan emas shuni. Benzinda. Tak. Yili necha aka mashinani? 2023. Yurgani 36 ming. Kraskasi? Toza. Kraskasi toza, yumshoq balonlarda. Benzinda harakatlanadi. Tonirovkasi 25 sentyabrgacha. Kakras issiq o'tib ketadigan-da. Aka, mashinaning narxi qancha? Buni 14200 dan beramiz. 14200 dan o'tib berasiz. 14000 dan o'tib berasizlar ekan-da, xudo xolasa. 14000 dan jicha-picha o'tib berasizlar ekan, telefon qilsa. Olgan odamlarga aka. Konkretni olgan odamlar bemalol telefon qilishaveradi. Bozorda ko'ryapman-da, kimdir 15 ming deyapti, 14 ming, shunaqa $500, $1000 oshishini aytib sotishyapti. Yaqinroq qilib aytavering, ashiga qarab olgan odamlar ham mashinani ko'ryapti, chiroyli, zo'r, istarasi bor, hamma yo'q yaxshi. Ha, aloqachi nomer ayting aka. 97lik 760 670 0015. Faqat naqdmi yoki barter nasib savdo? 50% barterga chiqadi, keyin nasiyaga 50% pul borga nasiya chiqadi. 50% puli bor odamlarga nasiyaga, ya'ni bir 6-7 ming puli borlarga qanchagacha nasiya? 5-6 oygacha? 1 yilgacha nasiya savdo bor. Dev mashinalarga barter bormi? Nexia, Spark, Lacetti. Yil yangilar. 2020 tepasimi? 20 tepasiga barterlar ham bor ekan. Akalar bemalol ko'rib ko'rsatib, telefon qilib, so'rab surishtirib olaverasizlar. Akalar, xudo xolsa Andijon mashina bozoridan sotilgan mashinalarda ma'lumotlarini hozir so'ramiz, necha pulga nima olinganini. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Yili nechi buni? 26-16 ming yurgan. 26-16 ming yurgan. Chipol poli. Turunchi pakalini. Turunchi pakalini mitan gazlari bor. Eng full ha, MC. Necha pulga sotilgan? Hojat olmas. Style. $12700 ga baraka. 12750 ga baraka bo'ldi. Naq 12700 ga naqdga. Zo'r aka, barakasini bersin. Charchamanglar, hop. Qulluq olsin. 12700 ga baraka bo'pti. Keyingi Tracker 2miz oldi obsovkalar RS qilingan 01 oldi sotdi ekan. O'zini radnoy balonlarda diskalarida ekan, paroglar qo'yilgan ekan. Aka, bekig'mi bu? Ha, bu. Polilar tashlab qo'yilgan ekan. Yurgani 51242 panoramalari. Bu orqasi ochilishi qiyinroq ekan. Aka, mashina ma'lumotlari qanaqa? Aka, pakalini propani bor. Pakalini propan gazlari bor. 2023 51 ming kraskasi toza, paro abrisovkalari bor aka. Paro abrisovkalari bor, ko'rsatib o'tdim. Mashinaning puli qancha aka? Aka, 15600 dan ozgina o'tib beramiz. 15600 dan ozgina, ko'p narsa. Yaqinlashtirib aytyapsiz, narxni. Ozgina sunnatiga o'tib berasizlar. O'tib beriladi. Nasiya savdo bormi? Yo'q aka, faqat naqqa beramiz, barterga kelishaveramiz aka. Faqat naq barterga kelishaveradi, 01 ekan, oldi sotdi bo'ladi. Oldi sotdi bo'ladi aka. Aloqachi nomer ayting aka. 97lik 670 0015 0015 akalar, bemalol telefon qilib so'rab surishtirib olaverasizlar. Ikki bozor Tracker 2 yumshoq balonlarda, o'zini radnoy diskalarida. Bekig'mi aka? Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Evakuatorlar tashalgan, o'zining koja salonlarida. Yurgani 46 ming. Qator orqalarini ham ko'rsatib o'ramiz. Italyanskiy originalidan zapaska. Propan gazlari bormi aka? Italyanskiy. Mana akalar, italyanskiy propan gazlari bor ekan. Zapaskasi, damkratlari joyida. Mers hadovoy qilib yumshatilgan. Uje mashina olib minishga tayyor ekanda, xudo xolasa. O'zi mashinamiz yon boshidan ko'rinishi. Liboy hujjat chiqaveradi. Generalni ham, aka, bu balmal bu narsa deyishyapti, o'shinga qanaqa bo'ladi? Balni o'ziga qaratib oladi. O'ziga qaratib oladi. 3 ga qidiradi. Sirazi balni o'ziga qaratadi. Balni ham o'tkazib oladi. Shtraf o'sha odamning o'ziga kelaveradi. Mashinaning nomidagi emas. Tushunarli.
2023 Premier Premier. yurgani 50 46. ha 46 ming. Kraskasi toza. Metan gazlari bor, yumshoq balonlarda. Propan gazi. Ha, propan gazi bor, yumshoq balonlarda mes hadov qilingan. Narxi qancha aka? 15700 ozgina o'tib beramiz. 15700 dan ozgina o'tib berasizlar. Faqat narxmi yoki nasiya savdo ham bormi? Narxi barter, mana barterga ham kelishaveramiz. Dev mashinalariga barter bor, Holati yaxshi mashina. Faqat naqd. Naqd. nasiya savdo yo'q. Yo'q. Dev mashina nechinchi yil tepasiga? Misol 2015 tepasimi, 2020 yil tepasimi? Yangi ravishda bunaqa. Cobalt 22, 23 misol Cobalt 20 tepasiga Gentra Cobaltlarga barter bor. Yo'qmi barter bor ekan akalar. Bemalol Sparklarga misol holati yaxshi. Sparklarga ham deyapti akamiz. Bemalol telefon qilib ko'rib ko'rsatib olishaveradi ekan. Aloqa uchun nomer ayting aka. 33lik 33lik 300 300 2500. 2500 akalar bemalol Tracker 2023 juda chiroyli, hammamizga nasib qilsin. Bemalol telefon qilib bir qo'l minilgan deb aka ma'lumotlar qo'shib o'tyapti. Xudo xolasa bemalol so'rab surishtirib telefon qilaverasiz. Hech kim aytganiga sotmaydi. Xudo xolasa akamiz ham sunnatiga o'tib berasiz. Bo'laveradi.